Habibullah Xon Töre Namanganlik dаңlıq sopizm peshvasi Said Fayzixonning o'g'li edi. Fayzixonning otasi mashhur Ulug' Xon Törem Qashqariyaning g'o'jilari ichidagi siyosatdan yiroq diniy peshvo bo'lib, Fayzovatda tug'ilgan. Keyincha Manju Chin xonligi bilan bo'lgan urushlarda ona yurtini tashlab, qo'shni Qo'qondagi Namangan shahriga ko'chib berib, shu yerning eng cho'ng diniy peshvosiga aylangan. Shunga u o'zi tug'ilgan yurti Fayzovatni eslab turish va farzandlarga eslatib turish uchun bu o'g'liga Said Fayzixon deb ad qo'ygan. Habibullah Xon Töre 1908-yili Namangan shahrida tug'ilib, kichkidan boshlabla an'anaviy tariqat usuli va klassik diniy ma'rifda tarbiya olgan. U 16 yoshga kirmay turibla Qur'oni Karimga aloqador bilimlarni mukammal o'zlashtirib, o'z ustozi Shayx Abdug'ofurdan irshadnoma olgan. Boshqa barliq diniy bilimlarni va qurol fanlarni Namanganlik Molla Rustam degan kishidan olgan. 1927-yildan boshlab Stalin Markaziy Osiyodagi cho'ng tozalash harakatini, ya'ni atalmış basmachilarni bostirish harakati bilan birga elib berib, nurg'un vatansuyar azimatlarni turli siyosiy qalpoqlar bilan yo'qotishga boshlagan. Bu mezgilda Habibullah Xon Törem 2 nafar bilimlik vatanparvar aka-ukalarning cho'nqur ta'siriga uchirgan. Ular Sobitxon Töre va Anasxon Törelar bo'lib, ularning otasi va bovisi Sovet doiralari tarafidan nahaq etib tashlangan edi. Uningsizmi o'rislarning jinoyatlariga taqat qilib bo'lolmagan bu aka-ukalar Sovetlar basmachilar deb tillaydigan qurolliqlarga boshchilik qilib, Anvar Pashadan keyin Tojikistondagi Pamir va Badaxshan qatorliq joylarni ba'zi qilib qarshilik ko'rsatib kelyapti. Tolimi afsus, Stalin 1922-yili Anvar Pashani o'ldirish bilan boshlagan keng ko'lamlik bostirish harakati 1932-yili oktyabrda asosan eng og'irqi bosqichga qadam qo'ydi. Shunlashqa bu aka-ukalar bilan hamkorlashgan Habibullah Töremi Namanganni tashlab, shu yili kuzda O'shga ko'chib kelgan. Shu yili qish kirishi bilanla Sovet Qizil armiyasi O'sh va Tojikiston tog'laridagi o'ziga qarshi kishilarni yo'qotish uchun 200 ming kishilik askar bilan Toshkent tarafdan yopirilib kelgan. Amalsiz qolgan Habibullah Xon Törem ikki xil tanlash oldida ishkilinib turib qolgan. Biri qoldiq basmachilar bilan birlikda Qashqar tog'lariga chekinib, ona yurtiga qaytib ketish. Yana biri Pamir tog'lariga chekinib, Badaxshan orqali hozirgi Afg'onistonga ko'chib ketish edi. U jiq o'ylanib yurib, eng oxirida bir tarafdan urushqash, yana bir tarafdan Pamir va Badaxshan orqali Afg'onistonga chekinishni tanlagan. Chunki shu chog'dagi Qashqar valisi Madotay degan Tungan Sovet ittifoqiga to'limi do'stona bir kishi bo'lg'ashqa, vaqti kelsa Qo'qondan qochib kelgan kishilarni bir buyruq bilanla Stalinga o'tkazib berish ehtimoli kuchlik edi. Shu vajidan Habibullah Xon qatorliq kishilar Qashqarga chekinishni muvofiq deb qaramagan. Sovet ittifoqi taraf 1933-yilning boshlarigacha atalmış basmachilarni to'liq bostirib, ming tasda Markaziy Osiyodagi yarim asrlik ishg'oliyat davrini kapolatga ega qilib olgan. Bu chaqda Afg'onistonda Nadir Shah ismli bir kishi hukmdor bo'lib, Amanullah Xon davridan keyingi Afg'onistonni qaytadan qudrat topqizish uchun atrofiga birmuncha olimlar va talantlilarni to'playotgan edi. Shunlashqa Habibullah Xon Töremi bu fursatdan o'z nasivisini topgan. U oldi bilan Qashqariyaning eng og'irqi xo'jisi Buzrukxon Törening avrisi Allama Mubashshir Tarazida o'qib, o'zining universal saviyasini o'stirgan. Stalin 2-Dunyo urushida g'alaba qilgandan keyin Afg'onistonga turli siyosiy besim ishlatib yurib, Buxara xon jamoati a'zolari atalmış basmachilar va Sovetga qarshi kishilarni o'tkazib berishni talab qilgan. Shunlashqa Allama Mubashshir Tarazi va boshqa Buxara xon jamoati a'zolari
boshqa oqsoqollar bilan birga Arabiston va Turkiyalarga ko'chib ketgan. Habibullah Xon To'rimi Sovet ittifoqining qora tizimligida bo'lganligi uchun Afg'onistonda tura olmay 1947-yili yozda yangidan mustaqil bo'lgan Pokiston Islom Jumhuriyatining Lahor shahriga ko'chib ketgan. U Lahordagi vaqtida yurtdoshlaridan o'rgangan hunari asosida bir do'kon ochib, turmushini qamdashdan sirt asosliq vaqtini ilmiy izlanishlar bilan o'tkazgan. U 1968-yili Sopa Alloyar degan klassik kitobning bir nusxasini o'z qo'li bilan ravon izohlab chiqib, uni arabcha Hadiyatul Talibin, ya'ni o'quvchilarga sovg'atliq deb atab, shu yili nashr qildirgan. Bu kitobga uning akisi Alloma Taha To'ram beg'ishlimi yezib bergan. Lahorda 25 yildek eng oxirgi umrini yeziqchilik, o'qituvchilik, yozuvchilik va hunar kasb bilan tirikchilik qilib o'tkazgan Habibullah Xon To'ram 1971-yili dekabrda portlagan eng oxirgi qitimliq Hindiston-Pokiston urushi jarayonida shahid bo'lgan o'g'li va jiyanlariga qattiq qayg'urib kasalchan bo'lib qolgan. Shundan keyin salomatlik ahvoli barg'ansiri yomonlashgan Habibullah Xon To'ra 1973-yili 15-iyul o'ziga nurg'un yaxshiliklarni qilgan va turli ilmiy qulayliklarni yaratib bergan Afg'oniston shohi Muhammad Zohir Shoh o'z tog'isi Davud tarafidan ag'dirilib tashlanishdan 2 kun ilgari Lahorda vafot bo'lgan. Shunda qilib vatanidan qo'g'langan bir avlod kishilar Janubiy Osiyoning ho'l klimatida asalli parga aylanib, nom nishonsiz unutilib ketgan.